Adamlarning masalalarini bir taraf qilishini men quduq qazganga o'xshataman. Ba'zi odamlar qo'li bilan quduq qazidi. Topilab. Ba'zilar teshang bilan. Ba'zilar chu desa muvofiq asboblar bilan quduq qazidi. Qo'llan quduq qazganlar chu deganda bu quduqni qazanmay qolmasdan, yana qo'li bilan qazganlik uchun qo'lini yaralandirdi, yuzini yaralandirdi. Ba'zilar chusi teshang bilan qazdi. Bular chu degan o'zini yaralandirmaydi, ammo intan erib charchaydi. Ularning barliq emgiki asosiyatdan unumsiz bo'ladi. Yana ba'zilar chusi muvofiq asbob bilan qazdi. Bu vaqtda qo'lim yaralanmaydi, o'zim og'maydi, quduqni muvaffaqiyatli qazolaydi, suvni erishalaydi degan gap. Demak, kishilik turmushda har qanday odam o'zining kallasida ma'lum bir masalani hal qilish usulini bor deb qaraydi. Demismi nurg'un odamlarning mayli qanday masalalar bo'lsin, uni hal qiladigan kallasiga kelgan usullar bo'ldi. Bu yerdagi masala nima esa, bu usullar to'g'rimi? U buni qayerdan o'rgangan? Nurg'un vaqtlarda odamlarning masalan bir taraf qilish usuli bayatın degandek xato bo'lib chiqadi. Ular to'g'ri usullarni emas, balki ko'p ishlatiladigan, unumsiz bo'lsa-mu boshqalar ishlayotgan nurg'un usullarni ishlatadi. Ham bugungi darsimizda biz dal nima esa ayollar o'tirsida oilada to'y qilgandan keyin, to'y qilishdan burun yuz beradigan turli masalalarning muvofiq bo'lgan hal qilish usulini so'zlaymiz. Albatta bu dars orqali barliq ko'rman do'stlarning ma'lum darajada masalalarni hal qilib, o'z ko'zlagan manzilga berishini chin dilimdan umid qilaman. Oldi bilan biz shuni bilishimiz kerakki, nurg'un odamlar o'zining masalasini misolmoq degan vaqtda masalasining nima ekanligini aniq bilolmaydi. Aniq bilolmaydi. Ko'pincha vaqtlarda bular faqat masala keltirib chiqargan alomatlarni so'zlaydi. Bu xuddi bir daraxtning faqat shexini ko'radi, ammo jildizni ko'rmaganga o'xshaydi. Endi ko'pincha odamlarning deydigan nima degan vaqtda qarshi tarafning avval muomalasini aytqizg'indi, keyin biroqlar o'zgardi. U burun men bundaq ko'ngil biladi, hozir qat'iy ko'ngil bilmaydi. Burun inoyat issiqdi, hozir sovuq. Demak, nurg'un oilada bo'lgan asosliq masala nima esa, dastlabki muomala bilan keyingi muomalaning o'zgarib ketishi deb qaraydi. Biz oldi bilan olimlarning bu vaqtda ishlagan bir tajribasini ko'rib boqaylik. Bu tajriba asosiyatdan bir odamning, yana bir odam bo'lgan yaxshi ko'rishi yoki o'ch bo'lishining nima belgilaydiganligi to'g'risida elib berilgan tajriba. Buningda 4 guruh odamlarni chiqqan, 4 guruh odamlarni ayrim-ayrim suhbatga o'rlashtirgan. Endi bular bilan ayrim-ayrim suhbatlashgan odam psixolog. Ammo o'zining psixolog ekanligini bu yerda yushirdi. U faqat odatdagi bir odamdek paranglashadi. Bular paranglashib, orom olgan vaqtda eliqi suhbatga o'rlashtirilgan psixolog darhol orom vaqtida bu uydan chiqib, qo'shni uyga kirib, qo'shni uydagi psixologlarga gap qiladi. Endi dastlabki bilan qo'shni uy o'rtasida bir tam bo'lsa-mu, ammo psixologlar buni qasddan holda ma'lum turib, uyda gap qilgan ovozni, tuvan ovozni anglay oladigan qilib, tamni nepiz o'rlashtirgan. Munosib bo'lgan vaqtda psixolog ma'lumdan chiqib, ma'lumda boshqa psixologlarga ma'lumdagi odam to'g'risidagi barliq gaplarni odam ma'lum turib anglay oladi degan gap. Qo'lqilmanda qilib. Endi bu 4 guruhga bilan bu 4 guruh odamlar bilan iliq psixolog paranglashgan vaqtda, parangdan keyingi damlash vaqtida boshqa psixologlarga mushu odamlar to'g'risida gap qilgan. Bu gap qilgan vaqtda 4 xil usul gap qilgan. Birinchi turdagi odamlarga boshdan oxir yaxshi baho bergan. Bu bek yaxshi ekan, anda ekan, manda ekan deb 3, 4, 5, 6 qitim paranglish jarayonida, har qitim paranglashib chiqqanda, ya'ni damlash vaqtida darhol o qo'shni uyga kirib, bu odam to'g'risida yaxshi baho bergan. Ikkinchi turdagi odamlarga desa, paranglish bo'lgandan keyin butunlay tuvan nachar baho bergan. O anda ekan, manda ekan deb butunlaylik. Chopping damdoq nachar baho bergan. Uchinchi xil guruhdagi odamlarga desa, dastlabda yaxshi baho berib,
Aldidagi bir qatim suhbat jarayonida yaxshi baho berib, keyingi suhbat jarayonida bu odam to'g'risida nachar baho bergan. To'rtinchi guruhdagilarga cho deganda dastlabki vaqtda nachar baho berib, keyinchi bo'lsa yaxshi baho bergan. Natijada bu xil uzun muddatli tajriba. Natijada bu to'rt guruh odamlarning heliqi bular bilan suhbatlashib, suhbatdan keyingi psixologlarga doklad qilgan odam to'g'risida mush odamni yaxshi ko'rish darajasini o'lchagan vaqtda, siz mush odamni yoqtirsiz, qanchalik yoqtirsiz degan darajasini o'lchagan vaqtda bu chiq odamlarda. Buning ichida eng tuvan 2.4 numur, eng tuvan numrog'ini dal nima desa, dastlabda yaxshi baho berib, keyin nachar baho berganiga bu odamlarning hammasi eng o'chib ketgan. Demak, eng tuvan numur degan eng o'chib ketgan. Boshdan oxir nachar baho bergangimi, bu ikkinchi o'rin turgan. Bu 4 numur olgan. Boshdan oxir yaxshi baho berganlar chu desa, qarshi tarafni 5 bo'lgan. Ammo dastlabda nachar baholab, keyin bek yaxshi ekan deb yaxshi baholaganda, buning numeri 8.net chiqqan. Demak, buni eng yaxshi ko'rib qolgan. Demak, odamlarning bir-birisiga bo'lgan yaxshi ko'rishi, yoki bo'lmasa uning o'chib ketishi dal shu tajribadan nimani bilgul bo'ldi desa, dastlabda nihoyatda yaxshi baho berib, yaxshi muomala qilib, keyin nachar muomala qilganlarga odamlar o'chib ketganligi. Dastlabda nachar muomala qilib, keyin yaxshi muomala qilsa, buni eng yaxshi ko'rib qolganligi. Başdan oxir yaxshi muomala qilsa yoki başdan oxir nachar muomala qilsa, bu normal bo'lganligi tasvirlangan. Demak, nurg'un oiladagilarning bo'libmi ayollarning qarshi tarafdan bo'libmi jo'risning dastlabda nihoyat qizg'in bo'lib, dastlabda uning barliq psixik ehtiyojlarini qondirib, keyin biroqla sovuq bo'lib ketganligi tufayli qarshi tarafga bo'lgan noroziligining intayin kuchli bo'lishi va yoki ko'p bo'lishi bu intayin normal. Buning albatta psixikalik asosi va degan gap. Chunki bayatning tajribadan buni ayt aniq. Unda bo'lsa, nemishqa nurg'un oilada to'y qilishdan burun yoki to'yning dastlabki vaqtlardan qaraganda to'y qilib ma'lum darajadan, ma'lum mezgildan keyin bu oila bir xil sovuqlik, janjdil va yoki ziddiyat, yoki surkilish, yoki bir xil sovuq muhit shakllandi. Nemishqa odamlar o'rtasida bu xil dastlabki qizg'inlik ojizlab ketadi. Uning dastlabda o'zimi va qarshi tarafni ishongan oldiki yaxshi ko'rishi qayerga ketadi? Bu nima sababdan bo'ldi? Buni qanday qilgan vaqtda asli oldiga yoki bo'lmasa ma'lum darajada yaxshi holatga ekagil bo'ldi. Bu dal nima esa bizning mushqatimlik darsimizning asosiy maqsadi hisoblansa vaqtashlar. Oshiqlik. Bu intayin go'zal, intayin tatliq bo'lgan binormal hodisa hisoblandi. Psixologiyada oshiqlikni biz euphoric state deymiz. Euphoric state degani nima esa kayf holati deymiz. Bu vaqtdagi ming to'lqinlar bo'lsin yoki mingdagi hormonlar xuddi kayf holatiga o'xshaydi. Shunga buni davlat tilida biz chuyru ayxi deymiz. Ya'ni muhabbat daryosiga, dengizga cho'kish deymiz. Esingda bo'lsin, odam mayli qanchalik kayf bo'lsin qatnazar, aman odam nervlari vaqtning o'tishiga yoki orom olish jarayonida darhol nima esa asli oldiga qaytadigan gap. Shu nurg'un odamlar oshiqlik bilan muhabbatlik hayot o'rtasidagi farqni tushunmaydi. Oshiqlik nurg'un vaqtlarda odamning yoshlik davrida uning badandagi hormon va shundaqla qarshi tarafning bir-birisiga bo'lgan illyusionga xuanshangdan shakllanadigan. Ya'ni qarshi tarafni o'zining dunyosidagi o'z-o'zidayotgan ma'lum bir obyektiv deb o'ylab olganlik uchun shakllanadigan bir xil men bayat degandek nihoyat bir go'zal tatliq bo'lgan binormal hodisa hisoblanadi. Endi oshiqlikning davri doktor Dorseyning tajribasi asoslanganda oshiqlikning davri eng uzun bo'lganda 2 yil davomlashadi. Yoshirin bo'lib qolsa, asal uzunga
damlaşılgan gep. Endi aşıqlık altıda ayollar mislsiz xotirjamlikka erishadi. O qarshi taraf o'zi yaxshi ko'rgan odamlar bo'lsa, u dunyoda hech nimaga muhtoj bo'lmaygandek, hech nimadan qo'rqmaygandek, xuddi o'zining bir chirig'ini tepib olgandek, o'zining bir qo'g'dug'ichisini tepib olgandek, shundoq bir tuyg'uda bo'ldigan gap. Erlarchu degan vaqtda, erlar aşıqlık vaqtida intan kuchlik, o'zini aytib baxtlik, dunyodagi eng kuchlik odamdek his qildi. Bunday bo'lgan vaqtda erlar aşıqlık vaqtida bir xil qayta tirilgandek his qildi. Buni afsonalarda Osirisning hikoyasi orqali biz buni texmo aniq bilalaymiz. Burun Osiris deydigan bir kuchli bir odam bo'lgan. U mayli boylik jihatdan, mayli aql, mayli kuch, hamma jihatdan mukammal bir podsho bo'lganda. Endi bu podsho mukammal bo'lganligi uchun buning ayollar omroq. Endi buning inisimi bir podsho. Inisi buni bir qatimliq ziyofetga chaqirdi. Endi aytishlar qaraganda Osiris ham shu inisining ayoli Seth bilanmi birga uxlab qo'ygan yeri bor. Buni bilganlik uchun uning inisi aksi bo'lgan intan bir o'shmanlik saqlandi. Shundan bilan bu inisi shu ziyofetda bir sanduq yasaydi. Oltundan. Barliq erlarga mushu oltundan yasalgan sanduqqa kim patidi, kim eng mushu mukammal holda patidi degandiki har xil odam bundan kirib qoqqan, ba'zilar patmamas kelmagan. Oxiri Osiris bu sanduqqa kirsa, naqlib etib qolgan. Bu fursatdan foydalanib, inisi darhol sanduq etib, uni o'tirib qo'ydi. Endi inisining ko'z qarashida bu aksi bak kuchli qo'yg'achqa uni undoq o'ng'ay o'lmaydiganlik, uni yana qayta tirilishdan ansiraydi. Natijada bu inisi podsho Osirisni 7 ga tashlaydi. 5'ini bir, 2 qo'li, 2 puti, badinni yana bir sanduqqa, jinsiy a'zosini yana ayrim yana bir sanduq soldi. Demak 7 parchalab 7 ixlimga chechib o'tdi. Endi bu Osirisning ayoli Iznaysiz. Bu o'zining yo'ldishini intayin yaxshi ko'rdi. O shundoq bo'lganlik uchun bu 7 iqlimda bu nurg'un ziyoratlarni chekib, nurg'un jafolarni chekib qisqartib o'tdim-da endi hikoyasini. Bu topidi. Har bir sanduq topidi. Topgandan keyin 6 sanduq topidi. Bir sanduqni topolmaydi. Dal Osirisning jinsiy a'zosi bor, sanduq topilmaydi. Shunlar bu 6 sanduqni ochib, uni hamma a'zosini juplaydi, ammo jinsiy a'zosi yo'q. Shunlar bu ayoli, uni yaxshi ko'rgan ayoli bir oltundan buning jinsiy a'zoni yasab o'rnatdi. Ammo u tirilmaydi, chunki uning bir a'zosi komda. Iznaysiz bu yerda nihoyat yaxshi ko'rganlik uchun o'zining erini uni quchoqlaydi, suydi. Bu vaqtda darhol Osirisga jon kirdi. Jon kirdi. Andan keyin bular juplashdi. Juplish bo'lgandan keyin yana Osiris yana asl holatiga qaytib qoldi, yana shu jasad oltib turdi. Har qatim bu Iznaysiz o'zining haqiqiy muhabbatini berganda bu Osiris yana tirildi. Endi bu hikoya bir afsona, bir rivoyat. Ammo nurg'unlagan shinxualar yoki nurg'unlagan rivoyatlar amaliyotda nima tushuntirdi desa, odam vujudidagi ma'lum bir psixikalik hodisani inson bo'lishlar unida mavjud bo'lgan nurg'unlagan psixikalik xurishlarni, psixikalik ilmitlarni hikoya orqali texnik jonliq tasvirlashni maqsad qilgan bo'ldi. Şun biz nurg'un odamlarning, nurg'un ayol bo'lsin, mayli erlar bo'lsin, ko'ngil yerin vaqtlarda o'zining balaliq, o'smirlik mezgildagi, yoshlik mezgildagi o'zining tunji muhabbatini yoki bo'lmasa shu vaqtga tunji bo'lmasimi, uning bilan eng yaxshi o'tgan vaqtga odamlar esiga qoldi.
Şu bo'lgan bo'lsa, men hozirgidek bo'lmaydim degan xiyollarmi uning kalasini yalt-yultli qilib menib qo'yishi mumkin. Ammo esimda bo'lsin, bu yerdagi nurg'un odamlar shu vaqtdagi odamni seg'indim deb qaraydi. Amaliyotda odam seg'inmaydi, balki shu odam bilan tug'an vaqtdagi hissiyatni seg'indi, tuyg'uni seg'indi. Son nurg'un odamlar men tunji muhabbatim unutganmidim degan gaplarni bakchiq qildi. Amaliyotda u tunji muhabbatini unutganmidi emas, shu tunji muhabbati bilan tug'an vaqtdagi hissiyatni, oshiqlik tuyg'usini seg'indi. Amaliyotda bu oshiqlik tuyg'usining u tunji muhabbat bilan hech qanday munosabati yo'q, qat'iy munosabati yo'q. U faqat uning yoshlik davrida tunji qatimliq tayyorligi bo'lmagan hissiyatlarga uchraganlik uchun uning mingizda men bayatım degandek euforik, yani kayıp halati şekillendiğen gap. Bu xuddi tamak çek, her qanday bir mesela tamakını uzun müddet çekкен adam bir atal tamak çekse hiç ne bulmaydı. Çünkü onun tamak çekişi bir xil tuygu üçün emas, bir aramlıqını besiş üçün tamak çekedi. Ama tunji qatim tamak çekkenler çödse, bir tallı tamak çekse başlar degen kayıp bir xil holat qaqaganga o'xshaydigan gap. Shunga mendan ba'zilar shu ba'zi biz unutishni xohlaydigan, ammo unutolmayotgan odamlarni qanday qilsak unutamiz degan savolni bakchiq so'raydi. Mush fursatdan foydalab masalan kichik bir texnik, skill, bir jichao o'tib qo'yay. Suyunib saboqdoshlar. Qadrli saboqdoshlar, men sizlarga nurg'un narsani o'rgatgim keldi, ham o'rgatalayman. Biroq endi vaqt sababi bilan biz shunday qoldirmay o'rgatimiz birga cho'ng bo'lamiz degandek. Endi mushada asli mushu hozir so'zlamoqchi bo'lgan narsa bizning darsning planida yo'q. Ammo hozir tuyuqsiz shu deyman deb berishga to'g'ri keldi. Chunki jiq odamlar bu xil qiyinchilik uchraydi. Daim bir unutmoqchi bo'lgan, unutish kerak bo'lgan yoki unutaman deb o'ylaydigan, bilib bilish mumkin bo'lmagan odamlar esi kelib olganda odam nihoyat bearam bo'ldi. O'zini aytdi, u hissiyatdan qanday qutulishni bilolmaydi. Albatta nurg'un odamlarning men bilaman deb qaraydigan, boshqalarni biladigan o'rtaq nurg'un xato usullari bo'ldi. Yoki diqqatni chechish yoki boshqa birisiga hamroh bo'lish yoki ko'misi paranlashish ish qilib kishilar xato usullarni tabiiy o'rganalaydi. Amaliyotda qanday vaqt bu esga qoldi degan vaqtda odam badani esonda bo'lsin, nurg'ulg'an bearam tuyg'ularning saqlanib qolgan bo'ldi. Bu xuddi siz chutiga bir chuti tatmagan bir qarz hujjatingizni, bir siz qarz bo'lgan bir hujjatni saq qo'ydingiz. Sizning buni qat'iy ko'rganingiz yo'q, chunki haqiqatan ko'rmansiz, qarzingiz esingizga qoldi. Amaliyotda siz chutini ichin ochmang, bu qarz sizda bo'ladi degan gap. Demak ki ba'zi past hissiyotlarni bosib xiyollansa, o'ylama, u baribir senda bor narsa. O senda bor narsa. Toki bu past xiyol va past hissiyotlarning bizga o'rgatmoqchi bo'lgan masalasini hal qilmoqchi, sen uni qaramagan qilib chutini bo'ldi, men qaramayman, chuti qaramasam ham qarzim tugab qoldi desak, o mumkin emas. Men buni chutidagi hech ochmas bilan munosabat yo'q. Shu ba'zi bizning qalbimizda, qalbimizda chutiga o'xshaydi ba'zi past hissiyotlardan sen vaqtincha qocha olgan bilan u baribir bor degan gap. Shunga eng bearam bo'lgan vaqtda, odam yolg'izlik tuyg'usi yoki ko'mis erlardagi yana nurg'un past tuyg'ular tuyuqsiz paydo bo'lgan vaqtda dal odamlar men bayatım degandek shundoq ba'zi burunqi o'tmishidagi yoki muhabbati yoki ma'lum bir oshiqini sig'inib qoldi. Buningdan nihoyat bearam bo'ldi. Shunday vaqtda suyumli saboqdoshlar, men sizga oddiy bir narsa aytib qo'yay. Darhol bu vaqtda biz diqqatimizni boshqa narsa chashmaymiz. Past hissiyotlar amaliyotda buning yaxshisini qo'ymagan. Past hissiyot, past xiyollarni biz truth deb atsak bo'ldi. Haqiqat deb atsak bo'ldi. Bu rost narsa deb atsak bo'ldi. Gerçi bunun ismi pasif xiyol, pasif hissiyot deb ism qo'ygan bilan amaliyotda buning psixikadagi ismi emas, truth. Sen qechayotgan haqiqat. Ammo bu sen amaliyotda bearam qilmaydi. Asli bu seni nihoyat ozod qildi, nihoyat erkin qildi. Ammo nurg'un odamlar bu narsadan qochadi. Natijada
boshqa bir narsaga ilinib qoldi yoki xumola qoldi degan gap. Mana shunday vaqtlarda biz qanday qilishimiz keraksa, diqqatimizni boshqa narsaga emas, darhol badnimizga qaratamiz. Chunki siz o'ylashni xohlamaydigan bir odam yodingiz keldi deganning o'zi bu xiyol bilan birga badningiz bir bearomlik bor degan gap. Bu bearomlik ko'pincha vaqtlarda musha atrofda bo'ladi, musha atrofda, ba'zi atrofda, ba'zilarning dumbusda bo'ldi. Biz darhol diqqatimizni nega og'dirishimiz kerak degan vaqtda mushu passiv xiyollar, passiv hissiyotlar shakllangan vaqtki badnimizga bearomlikni dastlabda hamda bo'lmi xuddi mashina degandek yoki vazifada degandek sal ters to'xtaydi. Ammo 2-3 qatim nima etsa, badningni diqqat qilib qolsanglar, darhol badningdagi bearomlikni his qila olasizlar. Bu bearomlikni his qilgan hamon badanning o'zini davolash xususiyati bor. Bu xuddi nervlar ba'zida shok holat kirib oldi. Bu shok holat kelganda bunun qancha diqqat qilib qolsangda bo'shaydi. Bu bo'shagan vaqtda butun xiyol bu bo'shagan ekan. Bunun mos kelgan passiv xiyollar o'zligidan g'oyib bo'ldi. Bu yana chingaydi, yana ma'lum bir mazgul ketadi. Ammo tunji qatimliq vaqtlar badnimizga biz ash bearomlikqa diqqatimizni og'dirsak, ishninglar sizlar o'ylamagan aytdi. Güzel neticelerge erişersizlar. Endi biz dersimizni qaytib kelamiz vaqtdoshlar. Aşıqlıqda biz euphoric state dedik. Ma'lum bir kayf holat dedik. Har qanday euphoric state. Bir odam g'iriq mas'ul ketdi, g'iriq mas'ul ketdi. Atsi uxlab qopib, u hargiz normal holatga kelmaydi. U chuqur besh og'riydi. Yoki bearam bo'ldi, yoki ko'ngli ochildi. Hech kim g'iriq mas'ulab asi shop normal holatga keldiganlar bo'lmaydi. Chuqur yo besh og'riydi, yo mag'dur olmaydi, yoki seriq suv yondirdi, yoki ko'ngli ochildi. O'xshashlar euphoric state. Bu xil oshiqlik yuqori vaqtda, oshiqlik bir ayol shunday oshiqlik holatga keldi. Bu yuqori vaqtda hargiz normal holatga kelmaydi. Butunlay nimasi tuvan holat chiqib ketadi. Bundaş aytgan vaqtda oshiqlik mezgilda bir juftlar bir-birisining qoyirini yaxshi ko'rgan bo'lsa, bunun yeshilgandikin dal oshirib o'chib ketadi. Oshiqlik mezgilda qoyiri eng jalb qilgan shunday go'zal ko'ringan yerlari yeshilgan vaqtdan keyin nimasi eng sat ko'rindi. Nurg'un ayollar uchun ba'zi erlarning sehiligi uni jalb qilgan bo'lishi mumkin. Keyin ashnalar to'y qilgandan keyin baş erning sehillik tüpeyli urush jidal bo'lishi mumkin. Yine sözlerimiz bazı ayollar, bazı erlarning uni boshqurishini shundoq yaxshi ko'rib qilib to'y qildi. Ashnaga oshiq bo'ldi. To'y qilgandan keyin bu ayol shu erning ashna boshqurish tüpeyli ajrashib ketishi mumkin. Yoki ash tüpeyli u eng bearam bo'lishi mumkin. Demak, nurg'un vaqtlarda oshiqlik tüvelligen vaqtda dal nimasi osti uçudu. Normal odamlar qaragandimi bir-birisiga o'chib ketadi. Normal odamlarmi ba'zi bir juft oshiqlar bir-birisiga o'chgandek unda o'chib ketmaydi. Bir-birisiga shunda sat ko'rinib ketadi. Bir-birisini chaynab etkisi ketadi. Mana bu nima desa? In love disequilibrium. Oshiqlikning tangpunlikning buzilishi, ya'ni aychin shityow deymiz. Ya'ni nima degan vaqtda muhabbetin tangpunlikni buzilishi. In love disequilibrium degan atalg'i shu. Shunga nurg'unlagan to'y qilgan bir juftlarning to'y qilib dastlabki 2 yil bo'lgan vaqtdan keyingi kamko deymiz, agir to'qayliqning to'sag'idan ko'pincha o'tolmaydi. Shunga ajrashganlarning ko'pinchasi dal nimasi shu to'y qilib 2 yil atrofidagi vaqtda asosiyatdan bir-birisidan men mos kelmaydiganman, chiqisholmaydi ekanman, men buni yaxshi ko'rmaydi ekanman, mushuni ajratsamlar mening nurg'un masalalar hal bo'ldi deb qaraydi. Amaliyotda unda emas. Shunga ajrashishni o'ylayotgan, ajrashmoqchi bo'layotganlar chuqur mening shu darsimni bir anglab o'tgandan keyin anglab 15 kundan keyin ondan qarar chiqaringlar. Ders anglab bulab, yana 15 kundan keyin yana ajrashishni qaraqan bo'lsanglar, it's okay. Biroq azish oldida chuqur mush darsimni bir qatim anglab o'tgandan keyin mening hayotinglarda, oilanglarda boshqa o'zgarish bo'lishi mumkin. Chunki har qanday bir usal, eng nachar, umid yo'q
Kılçın ümit yok dep oylagan aileni emniyette kutuldurup oldu. Kanda kutuldirmez? Diqqatinglar, davamlıq bizning dersimizde olsun. Şuna biz sağlam bo'lgan aileler uchun deganda dal bu aşıklık tuvan alet keldi. Bu barbara ko'tarildi bu. Ko'tarilib normal alet keladi. Ondan yuqurlaydi, anızroq tuvallaydi, ondan yuqurlaydi buni. Qaranglar. Nima degan güzel. Demek bir normal ailening seximisi biz yeteklemoqchi bo'lgan. Biz insonlar, biz odamlar muhtoj bo'lgan bir sağlam ailening, bir muhabbetlik ailening taraqqiyoti nima desa, dal mana mush sexime o'xshaydi. Unda qo'z qandoq qilib biz mushu xaritada ko'rsatilgan oilani shakllantira olamiz? Qandoq qilgan vaqtda bu xil oilaga erishgili bo'ladi? Unda bo'lsa, diqqatinglar davomli darsimda bo'lsin.